Ya assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Anchadan beri video qo'ymagandim. Bugungi videom bomba bo'ladi. Sababi Jakemushlarga sizlar kutgan kunlar keldi desam adashmagan bo'laman. Ya'ni 10 million 700 ming so'mlik skidkamiz boshlandi akalar. Faqat muddat cheklangan. Ulgurib qolish uchun pastda nomerim qoldiraman. Bu shaxsiy o'zim nomerim. Bemalol telefon qilib mashina xarid qilmoqchi bo'lganlar ma'lumotlar olsalar bo'ladi. Jakemushlarimiz ko'pchilik biladi, xalqimiz bildi, ko'rdi, sinovdan o'tdi va motorlari to'g'risida ya'ni yangi obunachilar bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz 1.8 li motor bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Xo'p, ko'rsatamiz akalar. Ko'pchilik savol berishadi. Metan tushadimi, propan tushadimi? Akalar, metan, propan 100% tushadi. Mashinamiz motorini ko'rishingiz mumkin. 1.8 sepli motor bilan jihozlangan. Mana motorlarni ochib ko'rsatib tashlaymiz akalar. Sizlar uchun hammasi hech kim bunaqa narsalar qilmaydi. Mana sep motor qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r motorlari, sinovdan o'tdi, xudo xolasa. Metan, propan 100% tushadi akalar. Mashinamiz inshaalloh yaxshi kunlar nasib qilsin. Rossiya yurgan, musofirda yurgan, oila bag'riga kelmoqchi bo'lgan obunachilarimizga inshaalloh oila bag'riga eson-omon qaytishlik, daromadlar yaxshi bo'lishini niyatimiz. Nima edi o'sha? Albatta Rossiyada yurgan, musofirda yurgan obunachilarimiz xohlasa, ishlariga Alloh baraka bersin, oila bag'riga eson-omon qaytib olishni nasib ro'zaylasin. Albatta niyat qilgan inomarkalar olishni nasib qilsin. Like bosib qo'yib, podpishka qilinglar, xudo xolasa sizlarga Jakemushni ko'rsatyapmiz. Mashinamiz akalar, mashina narxi 215 million 460 ming so'm edi. Skidka narxi 10 million 700 ming so'm arzon, ya'ni 240 million so'm bilan bemalol olib chiqsalar bo'ladi. Mashinamiz salon qismiga keladigan bo'lsak, sidinkalarimiz 9 kishilik. Pollari polniy linoleum bo'lgan, kapitanskiy hisob qilib sidinkalar qo'yilgan bo'ladi, USB zaryadchilar, deflektorlar orqaga, konditsioner pechkasi moshina ishlaydi. Rullari esa elektro-gidravlika rullar bilan jihozlangan bo'ladi. Rullari bokovoy nazoratli elektropривод, o'ynak ko'tarish elektropривод va 12 dyuymli Android monitor bilan jihozlangan. Bokovoygacha qizdirish funksiyalari bor. Mana rear funksiyasidan ko'pchilik so'rar ekan, orqadagi konditsioner ishlash uchun qo'yilgan bu. Asta konditsioner, xullas mashinamiz airbag. Xullas nima komfortli bo'lsa hammasi bor. Xudo xolasa bu mashinamiz pul topar mashina hisoblanadi. Rossiyaga qatnashyapti. Turizm, bog'cha, xususiy bog'chalar, xususiy maktablar uchun olishyapti. Yoki bo'lmasa oilaviy yuraman degan obunachilar bor. Hozir oilaparvar O'zbekistonda eng kam oilasida ham 6 kishi, 7 kishi yoki bo'lmasa 9-8 gacha odam bo'lib qolyapti. Oilasi sig'maydiganlar, sayohatga chiqmoqchi bo'lganlar albatta Jakemush olishyapti yoki M-Tour olishyapti. Tavsiya beraman, xudo xolasa mashinamiz zo'r. Inshaalloh yaxshi kunlar xizmat qilsin. Videoga like bosib, pastki nomerga telefon qiling. To'liq ma'lumotlar pastki nomerlarda akalar. Mashina narxi 215 million 460 ming, 240 million bilan olsalar ham bo'ladi. Rassrochka tartibini olaman. Rassrochka tartibini olmoqchi bo'lsangiz, skidka amal qilmaydi. 129 million to'lov qiladigan bo'lsangiz, qolgan statka summa 12 oyga to'lab berasizlar. 150 million 822 million to'lov qiladigan bo'lsangiz, qolgan statka summa 12 oyga, 86 million so'm to'lov qiladigan bo'lsangiz, oylik to'lovni 20 million atrofida chiqadi. 6 oyga rassrochka qilib olsangiz ham bo'ladi. O'rtada sug'urta puli bor, arzimagan sug'urta pullar chiqadi. Bu siz bilan bankda o'rtasangiz nima bo'ladi? Kafil hisob bo'ladi akalar. Xudo xolasa mashinamizni 60 million so'm to'lov qilib ham qulay shartlarda 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. Bu skidga amal qilmaydi. Agar qulay shartlar bilan olaman desangiz 60 million so'mdan 215 million 460 ming shartnoma beriladi. Oylik to'lovlar 4 million 300 ming so'm atrofida chiqadi. Bir kun ichida ishlarni hal qilib beraman. Qora, oqi, metalik rangi farq qilmaydi. Xohlagan ranglarni olib chiqib ketsalar bo'ladi. Hammaga rahmat. Pastki nomerga telefon qilib o'zim bilan bog'lanasizlar. Jicha montaj qilishim kerak.